Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana ko'rib turganingiz 5% minoksidil haqida ma'lumot berib o'taman. Buni qanday ishlatish kerak, qanday holatda ishlatiladi, kimlar foydalanishi mumkin, kimlarga mumkin emas va qanaqa natijalar beradi. Hamma ma'lumotini qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ma'lumotlarni berib o'taman. Videomiz sal uzunroq bo'ladi. Ya'ni qo'limdan kelgancha, bilganimcha hamma ma'lumotni berishga harakat qilaman. Bu kimlar uchun kerak degan savolga birinchi o'rinda soqol o'stirmoqchi yoki soqoli bor, siyrak, uni qalin qilmoqchi bo'lganlar uchun eng birinchi o'rinda. Keyin soch to'kilayotgan yoki soch to'kilib bo'lgan, sochini qalinlashtirmoqchi bo'lganlar uchun ham ayol erkak farqi yo'q, juda muhim vosita hisoblanadi. Buni vazifasi nima deydigan bo'lsangiz, kimdir o'ylaydi bu minoksidilni surtsa bir mo'jizaviy bir nima deydi, mo'jizaviy bir dori deb o'ylaydiganlar ham bor-da. Endi farazan o'ylaydiki, mana bittani sepsa birdaniga masalan soqoli ham qalin bo'lib o'sib ketsa-da, yo sochlari ham birdaniga bitta bilan o'sib ketadi degan xayol ham bo'ladi. Ishlatib ko'rmaganlar o'sha narsani o'ylaydi. Birinchi o'rinda aytadigan bo'lsam, bu sochga va o'sha sochni tomirlariga ozuqa beradi. Ya'ni vitaminlardan tashkil topgan qo'shimcha hamma vitaminlari bor. Ya'ni sochni qalinlashtiradi, soch to'kilishini oldini oladi, ya'ni to'kilishini kamaytiradi va yo'q joydan, o'sha soch to'kilib ketgan joydan qaytadan soch chiqartirib beradi va shu vazifalarni bajaradi. Ya'ni ozuqa beradi soch va soqolga. Shuni hisobidan sochingiz va soqolingiz o'sadi. Buni to'liq natija olmoqchi bo'lsangiz, kamida 4 ta yoki yana davom ettirishingiz mumkin. 5 ta, 6 ta, kimlargadir 7 ta ham bo'lishi mumkin. Endi hammada organizm har xil, hammada teri har xil. Shuning uchun ham hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimgadir mana shu 3 ta bilan ham zo'r natija olishi mumkin. Kimdir mana 7 ta bilan oladi o'sha natijani. Bu minoksidil 5% natural deb yozilgan brendi. 50 mg bittasi 20 kundan 30 kungacha yetadi. Ya'ni o'rtacha 1 oyga yetadi desa ham bo'ladi. Sababi bu spreylik, ya'ni sepiladi, sepib ishlatiladi. Kuniga 2 mahal, ertalab turgandan keyin va kechqurun yotishdan oldin sepiladi. 3 mahal ham sepsangiz bo'ladi, faqat tez tugab qolishi mumkin. Natija yaxshi, faqat sizdan talab qilinadigan narsa doimiy o'sha rejim bo'ylab, rejim bo'yicha sepib borishingiz kerak, foydalanishingiz kerak. Va buni effektini kuchaytirish uchun mana bunaqa dermaroller kerak bo'ladi. Foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Buni har xili bor. 0,5 millimetrlik, 1,5 2lik har xili bo'ladi. Ya'ni ignasini razmeri katta kichikligiga qarab. Qanday foydalanishni o'tishdan oldin buni beradigan foydalari haqida gapirib o'taman. Bu birinchi o'rinda soch va soqol to'kilayotgan payti to'kilishini oldini oladi, o'stiradi, ya'ni yo'q joydan o'stiradi. Masalan, deylik, kimgadir o'tman soqol bor, bu taraflarga soqol yo'q yoki bor chala. O'shani sepganingizdan keyin o'sha yo'q joylariga ham chiroyli qilib soqol chiqarib beradi. Va kimgadir soqoli siyrak, soqol bor, siyrak, uni qalinlashtirish kerak. U ham shu vazifani bajaradi. Yoki to'kilayotgan, masalan, soch bo'lishi mumkin. Soch ham xuddi shunday, soch to'kilishini oldini oladi, siyrak sochlarni qalinlashtiradi. Eng muhimi, yosh bolalarga ham ishlatishi mumkin. 3 yoshli bolalarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Sochini hadeb kalga oldiravermasdan, mana shuni o'zidan bemalol sochini qalin qilib natija olishingiz mumkin. Zarariga keladigan bo'lsak, buni surtganingizdan keyin, ya'ni sepganingizdan keyin terida hech qanaqa yorilish bo'lmaydi, qurib qolish, qizarib qolish, allergiya toshib ketish, donachaklar toshib ketish degan narsalar bo'lmaydi. Boshqa minoksidil ishlatib yurganlar bu narsani biladi. Sababi
kimlardir yuzi qizarib ketadi, teri ham har xil bo'ladi. Kimgadir allergiya beradi, kimgadir yuzlari yorilib qurib qoladigan holatlari ham bo'ladi. Bunda unaqa xususiyatlari yo'q. Shuning uchun ham yosh bolalarga ham 3 yoshdan tepada ishlatsa bo'ladi. Eng muhimi ko'zga ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni buni tarkibida spirt bor. Agar ko'zga tushadigan bo'lsa zarar beradi. Endi buni qanday foydalaniladi deydigan bo'lsak, o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi, kuniga 2 mahal sepiladi. Endi agar mana bunaqa dermaroleringiz bo'lsa, uzun marketda 20 mingdan 40 ming so'mgacha, undan ham qimmatroqlari ham bor. Har xili katta kichikligiga qarab, bu eng kichkinasi 20 minglik dermaroller, mezaroller ham deyiladi. Juda ham yaxshi. Sizlarga buni soqolga namuna qilib tushuntiraman, sochga ham xuddi shunday ishlatiladi. Birinchi o'rinda ertalab turdingiz, yuzingizni yuvasiz. Oddiy sovunlamaysiz, shunchaki oddiy suv bilan yuvganingizdan keyin mana bu ignachalari bilan o'sha soqol chiqish kerak bo'lgan joylariga, sepish kerak bo'lgan joylariga yurg'izib chiqasiz. Mana shunday qilib ko'p bosmaysiz ham, ko'p yuqa ham bo'lmaydi. Ya'ni ignalari kirish kerak, lekin juda qattiq botirish ham kerak emas. Ya'ni teriga juda ham zarar berish kerak emas. Buni vazifasi terda teshikchalar ochib beradi. Mana shunday qilib yurg'izib chiqiladi. Ko'rsataman o'zim. Masalan, menda bunday kimgadir mana bundayroq teparoq soqol kerak. U mana shunaqa yurg'izadi, kerak bo'lsa. Mana shunaqa qilib, endi misol qilib ko'rsatyapman sizlarga. Ishlatasiz va bir kishi mana shunaqa bitta dermarollerda o'zi ishlatadi, ya'ni gigiyenik jihatdan ham bu teriga kiradi. Misol bir kishi bitta dermarollerda 2 kishi ishlatish mumkin emas. Bir-biridan infeksiya yuqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bir kishi ishlatadi bu narsani. O'zingiz ishlatib bo'ldingizmi, musorga tashlab yuborasiz. Ming yuvasizmi, boshqami, baribir ham infeksiya yuqish ehtimoli bor baribir. Shuning uchun ham o'zingiz 3 oymi, 4 oy davomida ham ishlatasizmi, o'sha ishlab turibdimi, o'zingiz bir kishi ishlatish kerak. Bundan foydalandingiz. Keyin yana bir narsani aytib o'taman. Sepishdan oldin dermaroller ishlatiladi. Ya'ni buni minoksidni sepib qo'yib, ustidan dermaroller ishlatgandan ko'ra birinchi ishlatgan afzalroq. Ishlatdingiz, keyin mana usti qopqoq ochiladi. Bu sepiladigan, ya'ni pipetga kerak emas, tomizish shart emas, ham tejaladi, ya'ni uzoqroq vaqtga yetadi sepganingizda. Sepishda qarang, bir narsaga e'tibor qilish kerak. Masalan, kimdadir soqoli ko'p bo'lishi mumkin, kimdadir umuman yo'q bo'lishi mumkin. Yoki sochga bo'ladigan bo'lsa ham, sochni ustidan sepilmaydi yoki soqoli uzoqdan sepilmaydi. O'sha nimaga yuzga tegish kerak. O'sha nima deydi, ildiziga tegish kerak. Shuning uchun mana masalan deylik, menga mana shu 2 ta sepsam yetadi. Bu yoqqa ham 2 ta, keyin mana bu yerga bitta. Obshi 5 ta sepaman yetadi. Ko'zga ehtiyot bo'lasiz albatta. Bitta, 2 ta. O'zi nam bo'ldi o'sha mana. 2 ta sepdim, nam bo'ldi. Mana shuna qo'lingiz bilan yaxshilab bir tarafni o'zingizga kerak. Masalan, kimdir mana bu yoqdan soqol kerak. O'sha o'stirmoqchi. Bu yoqlar bilan menimkimda emas, pastroqdan ishqalayman. Yaxshilab ishqalaysiz, bu quriydi. Ya'ni qurib qoladi. Yaxshilab singib ketadi teriga. Keyin bu tarafga ham xuddi shunday. Iloji boricha bir ko'zni yumgan yaxshiroq, baribir xavfsizlik jihatidan. Mana shuna qilib yaxshilab bir 5 minutmi, 10 minutmi, yo 5 minut yetsa kerak, o'zi yaxshilab 5 daqiqa davomida shuni ishqalab tursangiz, hozir mendagi xol shunday qilib qurib qoladi o'zi. Qurib qolgandan keyin bu yog'li emas, ya'ni iz qoldirmaydi. Spirti bor, spirti uchib ketadi. Hech qanaqa hid ham chiqarmaydi.
ya'ni buni sepganingizdan keyin yuzingizni yuvishingiz kerak emas, aniqrog'i. Shart desa ham bo'ladi. 1 soat davomida. Ya'ni siz buni surtdingiz, yaxshilab ishqaladingiz, hamma joyiga yoki sochga masalan foydalandingiz. 1 soat kamida, bo'lmasa 1,5 soat yuvmaysiz. Shunday turadi. Ertalab, shuning uchun ham ertalab choy ichishdan oldin, hamma narsadan oldin yuzingizni yuvgandan keyin sepsangiz, bemalol kiyinib, shu choy ichib, ishingizga ketguningizcha o'zi vaqt o'tib qoladi va kechqurun shu uxlashdan oldin o'shani sepib, yaxshilab ishqalab, shu qurigandan keyin uxlasangiz bo'ladi. Kuniga 2 mahal, agar 3 mahal ham surtaman deydiganlar uchun shu obed vaqtida ishlatsangiz bo'ladi. Unga ham vaqtingizni qarashingiz kerak. 1 soat kamida yuvmaysiz, ya'ni suv tekkizmaysiz. Sochga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bir xil bajariladi. Bu bitta bir oyga yetadi. O'sha bittani ishlatib bo'lgunizcha natijani ko'rasiz. Soqolga tezroq natija bilinadi baribir ham. Bir oyda ichida o'sha qanchadir natija bo'ladi. Masalan, kimgadir ko'proq, kimgadir kamroq bo'lsa ham natija bo'ladi. Bu tugadimi, ikkinchisini olasiz. Uni ham foydalanasiz. Ya'ni davomiy foydalanaverasiz, qachonki siz o'zingiz xohlagan natijani olmagunizcha. Masalan, bittani foydalandingiz, ozroq soqol chiqdi, baribir siz xohlagan natija bo'lmadi. Yana ketaveramiz, 3 ta bilan natija olishingiz mumkin siz. Kimdadir 5 ta, kimdadir 7 ta. Endi 6 ta bitta kurs bo'ladi o'zi aslida. Kimgadir 4 ta ham o'sha to'liq bo'lishi mumkin. Kimgadir 2 ta bilan ham natija olishi mumkin. Shuning uchun oldindan bir narsa deb bo'lmaydi. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Hammada organizm, hammada teri har xil bo'ladi. Dermarollersiz ham ishlatsam bo'ladimi desa, bo'ladi, lekin bu natijani yaxshilab beradi. Shu 50 milligramlik 5%lik. Keyin boshqa minoksidil ishlatib yurganlar ham biladi, ya'ni minoksidil turi ham ko'p. 5%lik, 10, 15, 20, 25 ko'payib ketdi, lekin o'rtasidagi farq, ya'ni 5%lik bilan 10%lik shuna qo'ysangiz, bir barobar kuchli bo'lmaydi, ozgina farq qilishi mumkin. Masalan, 5% bilan 15%, bu degani 15%likda olsangiz, 5%likda 3 tasini natijasini beradi degani emas. Bo'lsa maksimum 2 tasini natijasini berishi mumkin. U ham shu originali, eng tozasi bo'lsa, 25% yoki 15% bo'lsa. Shuni hisobiga ham shu 5%lik arzonroq bo'ladi. Shuni o'zidan ham foydalanib yursangiz bo'ladi. Yana bu tabiiy, yosh bolalarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Kattalarga ham bemalol ishlatasiz. Yoshda farqi yo'q, bunday bo'lganda 3 yoshdan tepada ketaveradi. Faqat yosh bolalarga ishlatganda baribir e'tibor qilasiz. Ko'ziga tegishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ehtiyotkorlik kerak. Asosan shu 15-16 yoshli bolalar foydalanishni boshlaydi. Shu bilan tepaga ketaveradi. Kimdir 40 yoshida, kimdir 50 yoshida foydalanaman deyishi mumkin. Bemalol foydalansa bo'ladi, umuman ziyoni yo'q. Uzun marketda, internet magazin, ya'ni marketplace'da sotuvda bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qanaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, javob berishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling.